Kunning muhim va dolzarb yangiliklari bilan dunyo yangiliklari o'z ishini boshladi. Ukraina 4 milliard dollarlik Rossiya havo mudofaa tizimining sho'rini quritdi. Ukraina xavfsizlik xizmati tarkibidagi elita Alfa maxsus operatsiyalar markazi 2025-yil davomida amalga oshirgan uzoq masofali yuqori aniqlikdagi zarbalar natijasida Rossiyaning qariyb 4 milliard dollarga baholangan havo mudofaa salohiyatiga jiddiy zarar yetkazilganini ma'lum qildi. Operatsiyalar davomida Rossiya armiyasining eng muhim va strategik ahamiyatga ega himoya tizimlari nishonga olingan bo'lib, ular orasida S-300, S-350 va S-400 zenit raketa majmualari, shuningdek Buk, Panstir hamda Tor turidagi mobil havo mudofaa vositalari bor. Bundan tashqari havo hujumlarini oldindan aniqlash va muvofiqlashtirishda muhim rol o'ynaydigan radar stansiyalari hamda erta ogohlantirish sensorlari ham ishdan chiqarilgani qayd etilgan. Ukraina tomoni bu zarbalar Rossiyaning front orti hududlarini himoyalash imkoniyatlarini keskin zaiflashtirganini, havo makoni nazorat qilish tizimida jiddiy uzilishlar yuzaga keltirganini va natijada Rossiya qo'shinlarining umumiy jangovar barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatganini ta'kidlamoqda. Rasmiy Kiyev bunday operatsiyalar urushning borishiga bevosita ta'sir ko'rsatib, Rossiyaning texnologik ustunligi haqidagi tasavvurlarni shubha ostiga qo'yayotganini qayd etadi.